Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Quyidagi bir milliy sertifikat darajasidagi ajoyib geometrik savolning yechimini birgalikda ko'rib o'tamiz. Bizga demak ABCD trapetsiya berilgan ekan. Kichik asos 2 ga teng, katta asos 3 ga teng. Va AC diagonal o'tkazilgan va AD yon tomoniga B uchidan qandaydir kesma o'tkazilgan ekan. Natijada 4 ta yuzaga ajralib trapetsiya, shu yuzalar orasidagi munosabat berilgan. S1 ga S4 ning yig'indisi S2 ni S3 ga yig'indisiga teng bo'lsa, S4 bo'lingan S2 va S1 bo'lingan S3 ni javobini topishimiz kerak ekan. Qo'yishni nima qilamiz? Birinchi navbatda demak yon tomonlarni davom ettiramiz. Qandaydir Y nuqtada kesishdi deb o'ylaylik. Xo'sh, demak bizda birinchi ishdan boshlaymiz. Uchburchak CDY o'xshash bo'ladi uchburchak ABY ga. Uchburchak ABY ga. Demak, bundan kelib chiqadiki, agar bu uchburchaklarning asoslari nisbati 2 bo'lingan 3 bo'lsa, yon tomonlar nisbati ham 2 bo'lingan 3 kabi bo'ladi. 2x x 2u 3 nisbat kabi bo'ldi. Endi yuzalar uchun bitta o'xshashlik yozamiz. S CDY ni S ABY ga nisbati asoslar nisbatining kvadratiga teng, ya'ni 4 taqsim 9 ga teng. 4 taqsim 9 ga teng. Demak, bunday bo'lar ekan. CDY ni yuzi 4 ga karrali, ABY ni yuzi esa 5 ga karrali bo'ladi. ABY ni yuzi 9 ga karrali bo'lsa, mana bu 4 burchagimiz ABCD ni yuzi 5 ga karrali bo'ladi. Xo'sh, 5 ga karrali bo'ladigan bo'lsa, agar men S1 plus S4 va S2 plus S3 ni hammasini qo'shganimda 5S deydigan bo'lsam, birozgina o'nlik kasrli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men bunday deb olaman. Har ikkalasini yig'indisini 5S deb qabul qilib qo'yaman. S CDY taqsim ABY ni yuzi degani CDY ni yuziga trapetsiya yuzini qo'shilganiga teng, ya'ni S1 plus S4 plus S2 plus S3 ga teng 4 taqsim 9. Mana buni o'zi 5S, bu ham bizga 5S. Demak, S CDY ni bu yerdan biz topib oladigan bo'lsak, 9 bo'ladi, bu yog'i 4 bo'ladi, 10 kara 40 bo'ladi. Xullas 8S ekanligi demak kelib chiqib qoladi. 5S teng 40 bo'ladi, 40S teng 5 bo'ladi, 5 CDY bo'ladi, CDY ni yuzi 8S bo'ladi. Xo'sh, demak CDY ni yuzi 8S ekanligini bilib oldik. Endi nima ish qilamiz? Ikkinchi ish bitta tomonlarni mana bu B dan chiqqan chiziqni davom ettiraman. Keling, mana bu nuqtani davom shu chiziq davom ettiraman. Bu yoqdan kichkina asos davom ettiraman. Qandaydir F nuqtada kesishdi deylik. Mana bu nuqtani J nuqta, mana bu nuqtani esa H nuqta deb belgilaymiz. Endi bu yerda e'tiborli bo'ladigan bo'lsak, uchburchaklar o'xshashligi yana paydo bo'ladi. Qanday uchburchaklar o'xshash bo'lyapti? Demak, o'xshashlik haqida gaplashishdan oldin, uni davom ettirishdan oldin yana bitta narsa qilsak bo'ladi. Mana bu o'xshashligimizning o'zidan yana bitta narsani keltirib chiqarishimiz mumkin ekan. Xo'sh, demak, DY ni AD ga nisbati ham 2 bo'lingan 1 kabi bo'lishi kerak. 2 bo'lingan 1 kabi bo'lishi kerak. Endi e'tibor qilamiz. Mayli, mana buni 2y deyman. Bu yog'ini hammasini y deyman. Endi BJ chizig'i o'tkazilganda yuzalar nisbat paydo bo'ladi. S2 plus S3 ni S1 plus S4 plus 8S ga nisbati AJ ni JY ga nisbatiga teng. S2 plus S3 ni S1 plus S4 plus 8S ga nisbati AJ taqsim JY ga teng. Yerdan S2 plus S3 ni o'rniga 5S, S1 plus S4 ni o'rniga 5S ni keltirib qo'ysak, 5 taqsim 13 degan nisbat paydo bo'ladi. AJ taqsim JY. AJ taqsim JY. Xo'sh, endi biz bilamizki, AJ va JY. Yaxshi.
AJ ni qandaydir 5Z, JY ni esa qandaydir 13Z deb olsam, ikkalasini yig'indisi, AJ bilan JY ni yig'indisi, AJ plus JY ni yig'indisi 18Z, AJ plus JY 2Y plus Y ga ham teng, ya'ni 3Y ga teng. Şeyden men Y ni topib olsam 6Z ekanligi kelib chiqadi. Y 6Z ekan. Yaxshi. Endi men AJ ni topaman. AJ ni topaman. AJ'miz 5Z edi. AJ 5Z bo'lsa, Y 6Z bo'lsa, demak AJ 5Z bo'lsa, mana bu yer Y, mana bu yer Z bo'lishi kerak. Sababi jami 6Z bo'ladi shunda. DY haqida gaplashamiz. DY 2Y. 2Y'imiz 12Z. Demak buni o'chiramiz u 12Z deb olamiz. Bo'ldi. Bular ham ajraldi. Mana nisbatlar paydo bo'ldi. Buni o'chirsam ham bo'ladi, chalg'itmaslik uchun. Bularni ham nisbat hosil bo'ldi. Ana endi 3-ishga o'tamiz. 3-ish davom ettirganimdan foydalanaman. Bu yerda yana o'xshash burchaklar hosil bo'lyapti. JFD bilan AJB o'xshash. Uchburchak JFD o'xshash uchburchak ABJ ga. ABJ ga. Xo'sh, bularni endi nisbatini yozamiz. FD tomon bilan AB tomoni o'xshash bo'ladi. FD ni uchga nisbati teng bo'lishi kerak. Z tomoniga 5Z tomoni o'xshash bo'ladi. Demak, Z taqsim 5 degan 1 taqsim 5. Bu yerdan FD ni uzunligi kelib chiqadi. 3 bo'lingan 5. 0,6 ga teng ekan. 0,6. Yaxshi. Endi 4-ish yana uchburchak o'xshashligi bor. Uchburchak CHF bilan AHB ham o'xshash. Uchburchak CHF bilan o'xshash bo'lyapti AHB. AHB. Bularga nima yozsak bo'ladi? Bulardan demak yuzalar nisbatini yozib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Yuzalar nisbatini yozib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, yuzalar nisbati S C H F ni bo'laman S A H B ga, ya'ni to'g'rog'i S2 ga bo'lgan paytimda bu teng bo'lishi kerak. 2,6 ni 3 ga nisbatining kvadratiga. Va buni biz yozishimiz mumkin bemalol yoki mayli uni yozsak ham bo'lardi. Buni aytamiz yaxshisi. Yana bitta yo'l bor. Buni o'chiraman, kvadratni ham o'chiraman. Ikkita o'xshash uchburchaklardan quyidagi tenglikni yozsak bo'ladi. Shu ikkita uchburchakga o'xshash bo'lyaptimi? Ularning o'xshash tomonlari nisbatidan foydalanamiz. FC ni 2,6 ni AB ga nisbati CH bilan AH nisbatiga ham teng bo'ladi. CH bilan AH nisbatiga ham teng bo'ladi. CH ni AH ga nisbati 13 bo'lingan 15 ekani kelib chiqadi. Demak, CH 13m, demak AH esa 15 qanaqadir m ekanligi kelib chiqadi. Endi 5-ish, bundan bizga S4 ni S2 ga nisbati kelib chiqadi. ABC uchburchak uchun BH chizig'i o'tkazildi va AC tomon qanday nisbatga ajralsa, yuzalar ham xuddi shunday nisbatga ajraladi. S4 ni S2 ga nisbati CH ni HA ga, ya'ni 13 ni 15 ga nisbatiga teng bo'ladi. Demak, bitta savolimiz javob kelib chiqib qoldi. Endi 6-ish qilaman. 6-ish qilaman. Xo'sh, bitta mana bu yerdan chizig'i o'tkazsak. C dan J ga qarab natijada bizga quyidagicha munosabat paydo bo'ladi. CDJ bilan CDJ ni CH A ga nisbati 1 bo'lingan 5 kabi bo'ladi. 1 bo'lingan 5 kabi bo'ladi. Xo'sh, undan oldin men bitta ish qilaman. AJ C uchburchak uchun demak JH chiziq tushirish natijasida 15 13 nisbatga AC ajralyapti. Demak, yuzalari ham 15 13 bo'ladi. Demak, S3 ni o'rniga 15 A deb olaman. Bu yo'g'ini 13 A deb olaman. Mana buni qanaqadir
Keling B yuza deb olamiz. Demak, 6-ishda biz nima yozamiz? 6-ishda CJ chiziq tushirilishi natijasida B yuzani 28A yuzaga nisbati, ya'ni 15A bilan 13A yig'indisiga nisbati 1 bo'lingan 5 ga bo'lish kerak. B taqsim 28A barobar 1 taqsim 5. B dan B ni topsak 5,6A bo'ladi. B ham kelib chiqdi. Demak, 7-ishga o'tamiz. Endi S1 ni S3 ga nisbati. S1 ni S3 ga nisbatini topish uchun S1 haqida gaplashamiz. Mana bu S1 edi. S1 mana to'rtburchak. To'rtburchakning yuzi 13A bilan B ning yuzasining yig'indisi. Demak, 13A plus B. 13A plus B. Demak, 18,6 bo'libdi taqsim S3. S3 esa 15A bo'libdi. 15 ga nisbati. 186 ni 150 ga nisbati 6 ga bo'lsak 31 taqsim demak 25 bo'lar ekan. Bu ikkinchi savolning javobi. Xo'sh, tushunarli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Videoni yaqin tanishlaringizga yuborib qo'yinglar. O'tgan hafta aynan shu savol Instagram tarmog'ida ko'plab turk adabiyotlar demak Instagram foydalanuvchilari, matematik sheriklarimizni, hamkasblarimizni Telegram tarmoqlarida, Telegramlarda, Instagramlarda tarqaldi, Facebookda ham bu savol tarqaldi va o'tgan hafta yakshanba kuni bitta mock testda o'zimizni tanish matematiklardan bittalari shu savolni mockda ham oldilar. Juda ham ajoyib savol, sertifikatga arziydigan savol. Tushunarli bo'lgan bo'lsa bitta like ayamaysizlar. Sog' bo'linglar, salom.